man tuqqanini bilmaganman. Inga degan chaqaloqning ovozi eshitilganda menga aytishadi, tug'di. Shu bolalari kasal bo'lganini bilmaganman. Sababi ettirmaylar. Ular o'zlarida bu meni oilam, bu meniki. Biror kun kasal bo'lding yoki bo'lmasam dori darmoning deb yubormaganlar. Men to'g'ri, kuyovim judayam yaxshi, zo'r, lekin uni tepasida ona turadi. Ona ting'illi ursa, ona mana shunaqa bo'ldi, onasinikiga yubor, yo'q mana shunaqa qilib turadigan bo'lsa, har qanday o'g'lim, onam bir safar kirmaydi, ikkinchi safar, uchinchi safar albatta kiradi. Mana shunaqa taraflarida men tan beraman. O'g'illarimga bergan maslahatim nima bo'lgan? Birinchi bo'lib bergan maslahatim o'sha to'ydan oldingisi mas'uliyatni oshganligini gapirganman. Bolam, mas'uliyating endi 2 karra oshdi. Men senga ishonaman. Ishonch bildirish kerak bolalarga. Sen xudo xolasa yaxshi turmush o'rtoq bo'lasan, mehribon ota bo'lasan, mehribon turmush o'rtoq bo'lasan va shu jumladan oilani chiroyli tebratib olib keta olasan. Sabab seni otang shunaqa bo'lganlar. Mana shu gapni men har ikkalasiga, kichkinasiga akangni qaragin qanaqa yaxshi. Keyin men bularni judayam tez yolg'iz qoldiraman. Qanaqa? Aylanib kelinglar. Bolani olinglar, bo'tachi ular fikran bir-biri bilan uyda emas, tashqarida, kenglikda, tabiatda bir-birini yanada yaxshi o'rganishi, bilasizmi, tashqariga chiqqandan keyin bir-biriga mos bo'lganini ko'rsa, atrofdagilar qarasa ham sezadi. Demak, bizlar chiroyli oila biza. Hech bo'lmasa shu bolasiga mehribonchilik qilganini ko'rgan turmush o'rtoq yanada hurmatini qiladi. Bundan hech narsa ketmaydi-de.